Yangilangan 2025-yil model Mercedes G63 avtomobilining tashqi va ichki o'zgarishlari haqida qisqacha gaplashamiz. Vizual ko'rinishdagi o'zgarishlardan biri bu mana shu old bamperi jabrasini mana shu ko'rinishi o'zgarganligi. Undan tashqari tashqi karbon elementlari oldin mana shu joylarda karbon bo'lgan, hozir ko'rib turganingizdek qo'shimcha to'lov evaziga to'liq karbon qoplamasini mana buyurtma berishingiz mumkin. Undan tashqari mana shu orqa taraflarda ham karbon bor. Zaxira g'ildiragi qopqog'i usti ham to'liq karbon bo'lishi, adashmasam oldin ham bor edi yoki yo'qmidi? Izohlarda yozib qoldiringlar. Yangi dizayndagi disklar, vyxlop tizimi, havo chiqarish tizimi, mana shu nima deydi? Qopqoqlari, qopqoq emas, bu nima deydi? Nasadkasi qoraytirilganligi va geliklarga eng kerak bo'lgan funksiyalardan biri bu eshikni kalitsiz qulflash hamda ochish funksiyasi Keyless Go. Ichki qismiga o'tamiz. Ichki dizaynda deyarli o'zgarishlar, katta o'zgarishlar yo'q. Eng sezilarli o'zgarishlardan biri bu rul dizayni, yangilangan rul dizayni va undan tashqari juda ham zarur bo'lgan yana bir tizim bu to'liq multimedia MBUX tizimini o'zgarganligi. Mana bu yerdagi tugmachalar o'zgargan va touchpad ham qo'shilgan. Qo'shimchasiga telefon simsiz quvvatlash moslamasi va termopodstakanniklar, ya'ni haroratni ushlab turuvchi podstakanniklar. Buni qarang va manufaktur yozuvi ham chiroyli ravishda qilingan. Mana shu deyarli o'zgarishlardan va undan tashqari avtomobil quvvati biroz oshgan, chunki EQ Boost tizimi, ya'ni mild hybrid deyiladi, yengil gibrid tizimi o'rnatilganligi hisobiga 585 ta ot kuchidan 600 tadan oshganligi va Active Ride Control degan bir ajoyib funksiya o'rnatilgan. Xudo xolasa u haqida ham bir ma'lumotli video qilamiz. Siz yangilangan Mercedes G63 da yana qanday yangiliklar borligini bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.